Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu alametil münafiki. Bu münafıkniki belgisiniki babudur deydi. Yani münafık degan kişininki belgisi alameti bu neymi? Biz bu babda muşniki üstüden toxtalımız deydi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Şimdi alamet degan bu neymi? Alamet degan bu alamet degan gapniki o'zi bu belge degan gap. Yani bir narsaniki mesela ya undaq ya mundaq aşında bir belgisi olgan bolsa, o çağınki özüde bunu alametun deydimdi. Yani bildirilgan narsa asli alime ya'lamudun çıkan, yani ilim yani bildirilgan, yani manasını qandaq ekanini bildirilgan narsa degan gap, biz bunu Uygurçada nima deymiz, onu belgisi deymiz. Yani alameti, belgisi, onu bildirilgan narsasi degan nima o gap. Onunki cem'isi nima keladi? Alamatun deb keladi. Endi el-munafik. Yani munafik, yani aldığımız dersimizde deb aytildi. El-munafik degan nafaka yunafikun. Nafaka yunafikun. Munafakaten ve nifakan deb mundaq keladi. Bununki sulası mücerret. Niki yani sulası mücerretniki fiili nafaka yanfukun. Yani nafaka yanfikun. Nefk ve nupuk, nepak deb aşağı nima qoladi keladi. Yani öttü, yani to'midi degan shu ma'nida. Munofiq degan nimani? Munofiq degan asli ikki odamniki o'ttirsida bu yana mushtarak bo'lgan undaq bir ishniki o'zini bildirgan bo'lsa, buni shu safara babida aytatu deyt qamdi. Yani qatala yuqatilu haraba yuharibu degan, yani bir-birisiyle urushdi degan gap bo'ladi. Yani kalama yukali mukalemette degan bir-birisiyle gaplashdi, yani ikki odam bir-birisiyle gaplashdi degan shu ma'nida. Yani bu yerda munofiq degan o'zi sulasi mujarrad, nima sulasi mazid bo'lsin, lekin buningki ma'nosi nafiq. Yani nafiq, yani o odam nima qiluvchi, yani o kishiniki o'zi u tarafdan bu tarafga to'maymish lig'ildab, mushtaqchu ma'nuvchi degan shu gap bo'ladi. Endi buniki shar'iy ma'nosi nima? El-munofiq shar'iy ma'nosiniki o'zida buniki hamda qalbiy jihatda eng asosiy o'g'ini shu. Qalbiy jihatda bir odamniki o'zi Allohning rasuliga inkor qilgan bo'lsa, ya'ni iymon etqil unmagan bo'lsa, uniki tashqari tarafniki o'zida musulmonlarniki nima degan bo'lsa, musulmonlarning jamoatining ishiga kirib shu ishni qilgan bo'lsa, bunu nima deymiz? Onu munofiq deymiz. Çünkü o adamniki ichki dunyosi bilan, yani ichidagi e'tiqodiy narsa bilan tashqi dunyo, yani tashqi ishlarning o'zi muvofiqchi kelmagan. Bidan mayziga mushtaq bo'lgan narsa bo'lgan bo'ladi. Bu nima o? Munofiq. Mana bu munofiqniki o'zi bu eng xatar. Eng nima bo'lgan bo'ladi? Xatarchi bo'lgan bo'ladi. Endi bu diniy bir talaffuz, bu munofiq degan gapniki o'zi. Anladikkin bu munofiqniki o'zi bir qalbida Allohning rasuliga, yani iymonga unmagan odamning o'zi munofiq deydigan bo'ldik. Endi odamniki bir qalbiniki ichidagi narsaniki o'zini Allohdan boshqa hech qanday bir odamning qilmaydi, uni bilmaydi. Bilmagandikin bu bir sir bo'lgandikin Allah Teala bunu hech qanday bir odam uchun uqtirmagan gap. Endi munofiqlarni Qur'oni Karimda bir qancha yerda deydi, bu asli shu qalbiy tarafda bo'lgan nima o? Munofiq. Endi bu qalbiy tarafda munofiq bo'lgandan keyin uniki ma'nosi qalbdagi narsa bilan tashidagi narsa. Uniki qalbi inkor qildi. Shuni qarta u namoz o'qimay, masjid kirmay, o'ziniki kufrlik holati turaversa bo'ldi. Lekin o'ziniki manfaatini qo'g'dab yoki ma'lum bir maqsadniki yuzidan mush ishni cho'q qiladi. Uni uchun unumg'anlik bo'lgan bo'ladi. Endi bunda bo'lgandiki bu munofiqniki asli shu. Yeni bir sanadikin ma'ni itibariyle bir mu'min bo'lgan odamniki o'zi. Mana bu asli iymon.
iman bana İmam Buxari yani şu baştan tartib hozirga to'xtalib iman degan asli qalbiy ish bo'lib, shuningdek uningki amaliy bo'lgan ishniki uzilimi buningki har birini birdan iman deymiz. Yani iman deymiz buni. Shunda iman murakkab, yani bir qancha ajzodan tarkib topgan, qo'shilgan, mana yo'g'rilgan mushtaq bir narsa bo'ladi dedim. Endi bu itibardan asli bu adamniki vujudidagi iman, e'tiqodidagi u narsaniki o'zi, amaliyotda iman nimani taqozo qilib amali shundoq bo'lishi kerak. Lekin o adam undoq bo'lmaydi. Ba'zi vaqtdagi o'zida shu iymonniki muqtazosi va iymonniki talabiga asosan bu adam to'g'ri ish qilmay qolib qolgan bo'ladi. Masalan, ba'zida yolg'on gap qilib qolgan, ba'zida gunoh ma'siyatni shundoq qilib qolgan bir ish bo'lgan bo'ladi. Mana bu e'tibordan buni nima deymiz yana? Munofiq. Ya'ni buni nifoq, munofiq deymiz. Ya'ni amaliy jihatda bo'lgan nima? Amaliy jihatda, ya'ni e'tiqodi amaliyati e'tiqod uygun kelmagan kishi bu degan e'tibor bilan bu nima endi bir mo'min musulmonniki o'zini bu munofiq deb ataladi. Bu andiki bu rasmiy nima emas, o kafir emas. Bu o kafirchi bo'lmaydi. Endi o odamniki iymonniki o'zi uni taqozo qilib shunday qilish kerakdi. Bu nima deymiz uni? Munofiq, ya'ni nifoqi amaliy deb mushuni qilamiz deymiz. Yana birisiga ana lekin mo'min musulmonlarning o'zidan ashta bir xato bir narsa chiqib qolgan bo'lsa, iymonninki layoqatiga loyiq bir ish bo'lmay, ya'ni iymon talab qilgan narsaning o'ziga bo'lmay, buni nima deymiz uni? Munofiq deydigan cho'p bo'ldik. Endi bu bab bilan Kitabul iymon, bu nifoqniki alomati degan gap bilan bu iymonniki kitobi degan bu mazmunning ikkisiga o'ttirsida bu nima degan gap bu? Qandoq aloqasi bor buning? Desa, men bu tarjima bab bilan kitobniki. Chunki bu kitobniki o'zida iymonning ustida to'xtalmaymiz deb Imom Buxoriy Kitabul iymon dedi. Endi Kitabul iymon degan faqat iymonga aloqador bo'lgan amal. Iymon degan nima? Uningki xususiyatlari, qaysi ajzoda tarkib topadi? Qaysi narsa iymon deymiz? Iymon deb nimani deymiz? Deganidek muşun üstü toxtaldı. Endi o'g'andiki buning ichida mena yuqoriga kufron dedi, zulm dedi, unidagi nima dedi? Bu yerda munofiq dedi. Ya'ni demak, bu yaniki o'zida bu nim bo'ladi? Ya'ni qandoqki bu yerga yuqorida mana kufrdan iborat bo'lgan, bir mo'min kufrniki qilig'ida qilib qoladigan, shundoq bir ish bo'lgan bo'lsa, yani mo'min turib, yani iymonning o'zi murakkab bo'lgandan keyin, uning ichida kofirniki ishni qilib qoladigan, kofirlik qilig'ini qilib qolgan ashta bir mo'minlar ko'p bor. Endi bu kofirniki o'zi, yani bu kufrniki o'zi ham bir qancha nima bo'ladi ekan, martib bo'ladi ekan. Ya'ni kufrun duna kufrin yoki ba'da kufrin degandek har xil darajada bo'ladi. Uniki eng yuqorisi shirk, ya'ni inkor qilish, tanish, unuğu serkeşlik e'tiqod qilib unmaslik. Endi uniki zohiri amali va u yani yepish bo'lgan ekan, ya'ni ayolniki, erniki yoki bir adam yaxshi qilgan bo'lsa, uni tanib bilish. Uni nima deyotganmiz? Mana uni kufr deyotganmiz, ya'ni mo'min bo'lgan odamniki o'zi ashundoq, ya'ni duna kufrdan iborat bo'lgan ba'zi kufrni qilg'ini cho'q qilib qolgan gap. Masalan, ayolniki o'zi erga tanıdigan, tuzkorlik qilgan, qimmati deydigan deganidek va shuningdek zulmdan iborat bo'lgan narsami bu bir qancha martaba cho'p bo'ladi. Endi maniki o'zida Imom Buxoriy deydiki, nifoqma asli o kufr. Endi nifoqning o'zimi kufr bo'lgandan keyin buning qarta munofiqniki nifoqniki o'zimi bir qancha cho'q xil bo'ladi, uni darajasi cho'q o'xshamaydi. Uniki eng yuqorisi yani diniy, yani e'tiqodiy tarafdan inkor qilish va uniki andikin uniki tövbe, yani uni munofiq deb ishlatigan asli uniki munofiqlik qiliqlari va o haqiqiy munofiqdan sal töven bo'lgan shu munofiqlik qilib qolgan, uni qavun o'zi gapkisi yolg'on gap qilgan, va'zisi to'maydigan, bu odam ishonchli odam esa uni xiyonat qilib o odam aldaydigan deganida qachonki bir odam bilan urushib qolsa, andagi chekidan oshirib dedi ziyoda meni o'ktamlik qilib zod deb ashtaqchoq qiladigan deganidek, meni mushu nima va mana ikki taraf ya kelishib qolgan bo'lsa, men ahdi tuzishib, uni xiyonat qiladigan
Deganidek muştaq nima bor? Munofiqlik alomati, ya'ni unudi töven. Har xil nima bo'ladi bu yerdan munofiqlik uchun, muştaq darajasi bo'ladi deb muştaq deydi. Yeni birisi geldi ekan, yuqorqi ma'niniki o'zidan, yuqorqi babni keltirishning o'zidan qandaqki, mana bu yerga iymonning o'zi amal bilan u ziyoda bo'lgandek, mana bu iymon amalniki, ya'ni yaxshi amalniki ziddi bo'lgan kufrniki qilig'i. Shuningdek zulm va undan boshqa nifoqdan iborat bo'lgan, men mushundaq bir ishlar bo'lib qolgan bo'lsa, men bu ishniki o'zi, men yuqorqi amallarniki o'zi iymonni ziyoda qilgandek, men ma amallarniki o'zi bu yerda iymonni nima qiladi? Kemitadi. Kemitayotgandiki siz bundaq bir ish bilan, bundaq bir ish sizniki vujudingizdan nima qilib qolmasin, u bo'lib qolmasin deb ashta nima qildi deydi. Endi yuqorida İmam Buxoriy yeni birisiga iymonniki alomatlari meni ma deb har bir amal bildigandekin, ya'ni demak nifoqniki ya'ni iymon bo'lmaydigan narsaniki nimalar bor, bu yerda alomatlar bor. Ya'ni iymon bo'lmaydigan, ya'ni o odamning vujudida iymon yo'q ekanligini bildiradigan bir qancha belgilar bor. U qavmi kufroni ashir, shuningdek zulmun duna zulmin. Shuningdek munofiqniki nimalari on alomatlari, yolg'on gap qilish, va'dasi tutmaslik degan gapniki o'zi iymon bo'lmaydiganliginiki, ya'ni nimasi on alomati ham u belgisi degan gap. Unda o'g'andikin meni bu e'tibor bilan bu yerga bu babni keltirishdiki, bu kitobul iymonniki ichiga men bunda bir keltirishdiki sababchi meni shu. Endi birisiga belge deb bir nima bor, ya'ni alomat. Yeni birisi bir narsa bor. Bu yerda bu alomatin munofiqi degan gap, munofiqniki alomati degan gap, asl munofiq boshda bor degan gap bo'ladi. Boshda bor, burun boti. Endi u qalbiy bir ish bo'lganligi bu insonlar bilmagandan keyin uniki tashqi amal orqali nima qilgan gap, biladigan gap. Bu alomat bilan unda uning qalbiy ish boshqa. Unda o'g'andikin qalbiy ish boshqa bo'lgandikin, belgi sirtqi ish boshqa bo'lgandikin, ya'ni qalbiy ishniki o'zi nima u? O amaliy tarafdan muqaddam, ya'ni ilgari bo'lgandikin, uni bilmagandikin, uniki tashqir bo'lgan bir amal bo'ladi. Unda o'g'anda munofiq boshqa, alomat nima bo'lgan bo'ladi? Boshqacha bo'lgan bo'ladi. Bu e'tibor bilan andadekin, o'chani o'zida ya'ni amaliy tarafdan bo'lgan nifoq degan gapni iroda qilmasakmi bo'ladi. Çünkü alamet başka olur yani. Mesela falan yanınki alaydılığı, onunki belgisi ma desek, yani o belgiden neresi üzemez. O sırtıkı bir binası olan buludu. Onda o andaki bu itibarla o nifaqniki üzeri, o çağında kalbi nifaq, ameli nifaq deb, onda bilmesek çok buludu demdi. Çünkü alametler nerseki asli o başka olan buludu. Yani mahiyet o nersin başkası. Yani bu itibarla onun nimdeyimiz onun. Yani bu asli münafık şu yani şer'i tarafı kalbi. Ama onunki belgisi ma'ma. Qanday qiladi? Davamlı yalgan gap qiladi, aldaydi, gölleydi, xiyonet qiladi deganidek. Bu anik tashqir qilgan amali bo'lgandiki, bu orqali qalbida narsa mushni qarab, odam qalbida nifoq bor ekan deb bunda nima qilamiz? Uni bilamiz degan gap. Ya'ni mu'minda mushundaq bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'ingizda nifoqda tepilgan nifoqniki qilg'i, sifatlari mana bu tepildi degan gap bo'ladi. Shuningdek, yuqorqi babning o'zida mana inkor qilish, tuzkorlik qilish, uni uchun unmaslik va shuningdek zulmdan iborat bo'lgan narsa qilish asli kufrning ishi. Shuningdek nifoqniki mana asli nifoqniki işte aldaydigan, yolg'on gap qilgan ishlarniki o'zi asli nifoqning ishi bu. Mo'minchi qilmaydi deydi endi. Mo'min bu odam qilmaydi deydi. Hozir dunyoda qarab baksak, bu ishniki dal aksi adı bo'lib ketib bordi. Qanday bo'ladi? Mo'min musulmonlar degan odamning o'zi iymonning muqtazasi asosan bu odam rostchil, samimiy, bir-birisiga ishonadigan, aldamaydigan, rasmiy ishonchlik, bir-birisiga qarindosh, men mushtaqchi bo'lish kerakdi. Lekin hozir qarab baksak, bu sifatlarniki, bu axloqlarniki o'zi mu'min bo'lmagan, musulmon bo'lmagan kishilarda shu yerda asos, ya'ni shu yerda taraqqiy, shu yerda bu odamdi. Hammadan
va u yolg'on gap qilmaydi, u yerda kelar, bundoq qildi, undoq qildi degan hech qanday xiyonat qilmaydi deydi. Ammo musulmonlar-chi, musulmonlar bu ya'niki o'zi qarab baqsak, bir-birisi urush talash, bir-birisi mushlishish, tillash, vaqirash, aldash, xiyonat qilish, mana hatto va'dasiga amal qilmaslik, hatto va'dasiga qilmay, kofirniki, gapiniki o'ziga, buni nima qiladi, unuga ishonadi. Ammo mu'minning ishiga inshaalloh degan gapga ishonmaydigan, hatto bunuga meni hujjat shu yerlikka imzodan iborat bo'lgan shu narsaga ishongancha bo'lib ketdi. Bu axloq nega badi bu axloq hozir musulmonlarning shunda bir ichilish ahvollarining o'zida. Dedi İmam Buxoriy, hadis bayon qilib bizga Sulaymon Abu Rabi. Dedi o Sulaymon Abu Rabi, hadis bayon qilib bizlarga İsmail ibn Cafer. Dedi o İsmail, hadis bayon qilib bizlarga Nafi ibn Malik ibn Abi Amir, Abu Suhayl. Men bu adam o'zining otasidan rivayet qildi. Nafi'ning otasi Malikkan. Bu adam Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılındı. Bu Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet çok kılındı. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, münafıkniki alameti üçtür. Hem de bu yerde Peygamber aleyhisselatü vesselam özünün hedisinden ayetul münafiki dedi. İmam Buxoriy bu yerde alametin nifaki dep bu yerde nima koydu, bu yerde temi koydu. Endi bu alametlen ayet işkilisi nime okşaş. Endi İmam Buxoriy bu bir gapniki o'zi jazman bekochu qo'ymaydi. Bu tercüme babda acayip cık bir hikmet var adamniki akli. Hayran qaldık zadi biz o qupulamayı işte ötümüz bunu şer'ilige alimlarımı meni işte hayran qalıqlık. Bu yer neymiş qundaq deydi? Bu İmam Buxoriy o adam bu yerde dese yine birisi qaldı dekin dese çünkü alametul münafık hem ayetul münafık deb ikki rivayet varken. Şu yüzge hadisdagi sanat jihatda o'zi shartga tushga asosan buni qilgan rivoyatning o'zi ayetul münafık ekan. Endi o'zining boshqa bir shartga tushmagan, boshqa rivoyat qilgan hadislar bor ekan. Masalan, Nasai va Ibn Majahning qatorida yoki degan edik. Endi buning da qolganchaning o'zida alomat deb bor. Yani bunu umumiy tarafdan her ikkilisiki ma'nosi bir, uni siz anicha o'qib qo'ying. Bu mazmunda ashta hadisi bor deb shu alomatni keltirgan bo'lishi uchun mumkin deb bunday nima qildi uni deydi. Endi bu yerda ayetul munafiq dedi. Ayet degan mufrad, uniki jam'isi nima keladi? Ayatun keladi. Endi ayatun kelgandan keyin munafiq, yani bu yerde cem'i keltirme yine mufrad keltirip münafık diye şey bu yerde cins. Yani münafıktan ibaret olan yani her kadar bir münafıklık bolu diken ben o münafıklık nemisi alameti dep bu yerde bundan çok diyen çok bolu demdi. Bu yerde aslında münafıklık alameti diyen gap bir münafık olan kişinin vücududan diyen gap bu itibara bu cins. Degan gap anda o'g'andi ki bunun içinde cinsning içinde nev'i var. Nev'inin içinde hani mantiq o'qigan bo'lsak, bir cins oldu, nev'i oldu, xasis oldu, arz-am, arz-tam deganlardek, yani arz-xas mushtaq bo'ladi deganlik neymiş çok var. Bunu da hem de cins o'g'andi ki cinsning tahdidi var, onunki nev'isi var, türü var. Yani bu türniki o'zi yani 3 dedim Peygamber zamanında. Ayın bir hadiste 4 dedim. Yani demek bu ya cins yine itibar kılış bilen, bunu irade kılış bilen bu yerde mufrad keltirişteki sebebi muşu. Şimdi münafık olan kişiniki, yani münafık olan kişiniki belgisi, yani belgesiga siz bildiğin belge, o qav olsa, onu Allah Teala bizge münafık bildirmeydi. Çünkü yüzü bildi, birisi Allah bildi. Bu bir nime o sır. Anda onu bunun taşkiri emel nime olsa, münafıkniki bilen bu belgisi 3'tür. Böyle 3 tane belge qarab, bu kalbide nifaq varken deb bilvalimiz deydi. O qavun qaçaniki sözlese o adam yalğan gap buludu. Qaçaniki sözlese bu yalğan gap buludu. Qaçaniki va'da qilsa unuga xiloflik qiladi. Va qaçaniki meni xotirjam adam bu, tinch adam deb qaralsa,
u adam onu nima qiladi? Xiyonat qiladi. Mana shu uchniki majmuasi mana bu amaliyati orqali bo'linadi. Ammo u qalbida nifoq ekanligini bu orqali nima qilamiz? Uni bilamiz deydi endi. Endi bu yerda tövenki edisa 4. Bu yerda 4 bo'ladi. 4niki va iza ahada gadara. Qachoniki mana bu yoki va iza xosama pajara deydi. Va iza xosama pajara, ya'ni urushib qolsa chekidan oshiradi. Ya'ni o'ziniki xato davosini o haddidan ziyoda va meniki rost deb butun kuchi buning ish kuchi soladi. Bu mana mushliki umumisi shu 4 tane narsa munofiq degan bir jinsi var. Shu qalbida bo'lgan narsa bu narsaniki o'zi zohiri bu orqali bilamiz. Men shu alomat shu bo'ladi. Buni qarab sizlar men munofiq desangiz shu bo'ladi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Endi qachoniki so'zlasa, ya'ni yolg'on gap qildi degan o'tib ketgan ishqa qartilgan gap. Ya'ni bir odam o'tgan ishdan, ya o'zi qilgan yoki bir odam qilgan bo'lgan bir voqeaniki o'zini bu odam burun mundaq bo'pti ekan deb shu to'g'ri xabar berib bu odam atrofidagi va kishilarga demoqchi bo'lsa, qanday qilgan gap bu odam uningki ta'tirsin deydi. Ya'ni yolg'oni deydi. Bo'lgan ishni bo'lmadi, bo'lmagan ishni bo'ldi. Ish mundaq bo'lsa, mundaq bo'ldi deydigan nima? Mana bu nima bu ish shu bor. Mana o'tganki ishlarniki o'zidan. Anda bo'lgandan keyin mana bu odam men mush işi qargan vaqtning o'zida qalbi rasmi kesal. Qalbi çatak. Çünkü o qalbida Allah'ın barbar ekanligini bu adam bilmagandek, unutmagandan keyin, o ta'tirini ish qilgandan keyin, demak buniki amaliyatimim, ma ko'zimim qandaq qalbi ashunda qalbi ashda bo'lsa, uniki ma ko'z, quloqniki o'zimim, o'zniki ash quloq, ko'zniki o'zi bilganniki muqtizosiga yani talbiga asosan qilmay uniki ta'tirga o'ziki irodasiki ixtiyori bilan uning ta'tirsi deydigan gap. Ko'zi bo'lganni ko'rgan bo'lsa, bo'lganni anglagan bo'lsa, buni unmay, uniki ta'tirni shu deydigan gap. Bo'lmaganni ko'rgan bo'lsa, bo'ldi deb uni ta'tir qilgan gap. Qanday qarib, qanday amaliyatim ashunda ta'tirni qandikin ucha namoz o'qib, zakat berib, musulmonga o'xshash qandikin qalbiniki o'zi uni qilmasdi. Uniki unmadi bu odam özünün menfaatinde. Yani demek muşundak yalgancı gap kılıştaki sebepçi minimi muşu. Bu alamet buldu. Yine birisi kaçaniki vədi kısa. Yani bu adamniki üzü bir iş qanda qıptı, vədi qıptı. Vədi qıptı, boludu, palan vakti kelli, palanı qılma, palan vakti berimen deyip bunu ağzıda çıkırıptı. Bu yada imza kıldı, bu yada kelişti ya şahit kıldığı gap yok. Bu yada ağzı çıkan gapning özü bilan başka hadislarda hem Razi Salih'inde okuatimiz ağzı çıkan gapning özü bu adet gap emas. Bir mümin Müslümanlığa nispeten bulup mu bu adet gapçı çıkmaydı. Bizim itikadımızda her qandaq vaqtın özüde 2 tane perişte var. Bu keçimi gündüz her qandaq vaqtın özüde ayrılmaydı. Bu işkelisi bilan qandaqki bizdeki beşimizden üstümüzü kamera açtık tuğandek. Bu ikisi şundaq turgan gap. Neymiş qildi? Qandaq ko'zda qandaq qildi? Qandaq harakatga qanday niyat qildi? Uni nima qilmaydi? Niyatning o'zi rasmiy kasb qilaman desa, o'chan o'zi buni yozadi. Men mushundaq qilgan nima va? Men perishta var. Men mushundaq perishta bo'lgandan keyin, men bunuga asosan og'zi chiqqan gapniki o'zimi alohida e'tibor qilinib, dunyo baga vaqti o'zida paloni gapni qilibding, mundaq qilibding deb so'riladi. Men bunda bir Düşüncede imanımız bunu takazza qildi. Bunuga asosan asl bizga hech qanday gunoh nima guvochi yoki imzo yoki hujjat degan narsa ketmas kerak. Bizdeki imanımız mushtaq takazza qildi. Ham takazza qildi. Endi bizdeki ilgaki odamlar qarab baqaydi. 50-60 yil mesela ya 30 yil, 10 yil yoki 100 yilniki oldidagi odamlarga o adamlardaki alameti yani acayip sadık adamlar. Ular ununçala şahit, unda çok ketmeydi. Bir ağız gap koysa kafir olsa mı? Şunda bir alet etti. Hazır kafir mi şunda? Tabi Müslüman boğunu mu tehim onu da yıkıp gitti, eşip gitti. Hazır hem de Müslümanlar boludu dep aşu hatta ki değişip cuman mal kıldı diyen gap emek kılınmaydı mesela. Şundak şirşim. Ya yak ya makul diyamaydı hem de. Bu adeti kepemez. O soruldu onundan. Yeni birisi anladıyken
qachoniki amin deb qaralsa o odamni nima qildi? O odam xiyonat qildi. Ya'ni o to'mina nimadan chiqqan fil bu ifta'ala bobidan chiqqan. Yani i'tamana ifta'ala ya'tafilu ya'tailu i'tamana ya'taminu. Yani amin deb nima qildi o odam uni uchun bildi degan gap. Amina ya'manu degan ishandi, xotirjam bo'ldi. Ma'adamni nima qilmaydi degan gap. Amana yu'minu degan gapning o'zi mana yuqorida ma'noda aytdik. Ya'ni o odam amana yu'minu degan men sizniki aş ba ekanligingizga va sizning shundoq sifat ekanligiga men ishondim. Men uningki qarshisiga sizga hargiz nima qilmayman. Uningki ya inkor qilib yoki tanib unda bir ishni qilmayman. Siz xotirjam bo'ling. Buning uchun siz xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Men imonga Allohga iymon etdim degan gapning ma'nosi shu. Degan çok gap bo'ladi. Endi iftala ma'nosiga kelgan vaqt o'zida nima degan gap? Amin deb nima qilsa qaraydi deb atrofidagi odamni qartlaydi. Ya'ni atrofidagi odam, madam ishonchli odam deb unuga pulini, melini va boshqa narsaning o'zini bu nima qiladi? Unuga mana omonat qiladi. U ziyon yetkazmaydi deb unchalar uniga diqqat qilib, hozirgi davrdagi unda çok qilmaydi. Qilmagandan keyin qarindosh bo'lgandan keyin mu'min musulmon bo'lgandan keyin deb men mushtaq qildi. Qa vaqtingizda masalan, u nima qiladi? Munofiq shu hamda bu xiyonat qiladi. Bu nima qiladi? O xiyonat qilib, mana xotirjam bu odam hech qanday qilmaydi desa, uni apirib o'g'irlaydi, aldaydi, evaludi, ziyonkashlikka uchirdi. Mana mushu 3 alomatniki o'zi munofiqlar qiladi. Mana mushu bir 3 alomat bo'lib qolgan bo'lsa, o'chog'ingizda biz sizlar uni nima desang bo'ladi? Nifoq, munofiq desangchi bo'ladi deydi. Endi xo'sh, bu gapniki o'zi Müslümanlarda çıkıp kalırdı. Men mümin diye adam özü için bu kalırdı. Onda olandık bu nime? Bununki meselesinin üzerine cık talaş tartış var. Endi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyen gipniki üzeri bu Sahih. Sahih Bukhari'de ban. Hem şunu da İmam Müslim rahmetullahi aleyh bu mezmun rivayet kanı var. Onu da başka muhaddis alımlar. Onda olandık bu münafıkniki alameti olan muşundak işin üzeri yapkısı yalğançı. Muşundak emin dese onu hıyanet kıldıgan. Mana o adamning va'dasi qilsa uni to'maydigan ishlarniki o'zi mana birisi emas, hatto 3. Uning boshqa hammasi bir mu'min musulmon deyotgan odamda tepiladi. Buni qanday qilish kerak? Unda valikin payg'ambar bu alomati shundoq tepilgandan munofiq bo'ladi, degan qalbida iymon yo'q degan gap endi bu. Qalbida iymon yo'q degandan keyin olimlarning ko'p sonliq olimlarimiz bu nima deymiz uni agar ashta mu'min musulmonning o'zi ishda xato bir ish bo'lib qolsa, bu yolg'on gap qilmoqda bo'lib qolsa, bu qoladi. Bu imanlık ta'sir qilmaydi deb deymiz. Unda o'g'andikan men mush axloqniki o'zi eng xatarchi ahvolning o'zidan bo'ladi. Herkes iymonim bor, mu'min degan ayol kichik cho'niki hammasi men bunda bir sifatda, bunda bir ishchi bo'lib qolmas kerak. Meni tarixda bu yan 1400 yildan yoki Sahih Buxoriy deb har yerda o'qiladi. Men mush axloqqa doir bo'lgan bu hadis bor. Muşundak bu yedisindeki üzerine benim mescitlerde, ben toplantı her yerde, bana halklar toplaşkan yani üzerine, bana ölümalarımız, ehli ilimiz bunu depki vadıdı. Hem yizi vadıdı, hem bunu her türlü uqtur vadıdı. Ben muşundak türlü Müslümanların ki hazırki ehvali nim için bunda hop kalıdı? Nim için bunda hop kalıdı? Şimdi 33. hadis yukarı tügepti. 34. hadis kipti. Dedi İmam Bukhari, hadis bayan kıpad bizge kabisiyatını okbe. Dedi o kabisiyat, hadis bayan kıpadga Sufyan olsa Ameş'tin. Ameş olsa Abdullah ibn Murr'din. Abdullah ibn Murr olan olsa Mesruh'din. Mesruh olsa Abdullah ibn Emr ibn As radıyallahu ta'ala anhu'da rivayet kıldı. Şuna da ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. 4 iş var. Bir adamki bo'lgan bo'lsa 4 ish, o kishida bo'lgan bo'lsa, bo'ladi bu adam munofiqi xolis bo'ladi. Ya'ni 4 narsa var. 4 narsaki umumisi bu adam tepilsa xolis, ya'ni 100 munofiq deymiz deydi. 100 munofiq deymiz degan gap nima? Ya'ni qalbida iymon yo'q degan gap. Qalbida iymon yo'q degan gap u dunyoda do'zaxga kirdi degan gap bo'ldi. Muşta iğir.
Va bir adamiki bo'lsa, men shu adamniki o'zida o 4 narsadan bir hissa topdi. Ya'ni 4 narsaniki ichidan bir sopdi. Ya'ni hammasi olmay bir sop tepilib qolibdi. Tepilib qolgan bo'lsa, men bo'ludi shu odamda nifoqdan bir parcha bo'ldi. Nifoqmi nima u murakkab, ya'ni bir ajzodan tarkib topgan narsa, qandaq iymonning shundoq jiq ajzosi bo'lganda nifoqning shundoq. Nifoqniki shu ishtah bo'ladi. Unda o bir narsa tepilgan bo'lsa, o'shan o'zida nifoqning bir xususiyati, bir sifati bu odamda tepildi deymiz. Yani demek o nifoqning o'zi egiz pas, yani cho'ng va tuvan mushtaq bo'ldi degan gap. Hattoki terk etgan bu odam bu xislatni. Yoki shu odam ash xislati terk etgan qadar, bu odamda munofiqniki bir xil belgisi bor ekan, bir xil sifati bor ekan, buningda nifoqniki alomati bor ekan bu odamda deymiz. Yani munofiqniki nifoqniki alomati bor ekan degan gap. Yani nima degan gap, bu odamning iymon ojizlab ketibdi. Bu ne bu ketibdi bu yerda, men tövellab ketibdi degan gap bo'ladi. Bu yerda iymonniki ziyoda va nuqson ekanligini bu yerda nima qilgan gap menga bildirdi. Ya'ni demak, 4 narsaning o'zi hammasi bo'lsa, 100 munofiq bo'lgan bo'ldi, ya'ni ziyoda bo'lgan bo'ldi eng yuqorisi. Endi buniki tövini bir tal sifat bo'lgan bo'lsa, uning tövan bo'lgan bo'ldi. 2 tal bo'lsa 2 tal, 3 tal bo'lsa 3 tal. Bir qachon bu odam buni tark etgan qadar mushtaq bo'lgan gap. Yani bunun nima qaravadı, bunu Peygamber bu gapni mu'min, musulmon degan odam qartavadı. Qartavadı. Birinchi, meni yuqorqi Peygamber yetisi degandek, qachoniki amin deb hisoblansa u odamni xiyonat qiladi. Xoin. Xiyonat qiladi. Amin deb ma'adan pulumni qo'yib qo'ysam, bu odamga berib qo'ysam yoki melimni men bu odamga mushtaq omonat qilsam, bu adam xiyonat qilmaydi menga. Yo'q, ya'ni ki o'zida evalib, undaq bermay, undaq degan vaqtida uni bermay, undaq shu ishni qilmaydi deydi. Endi uni amin deb hisoblasa, u odam xiyonat qilgan ekan, yo'q joningizni yeb oladi, bermaydi. Meni falon vaqt beraman deb u odamni qo'ysil tursa, amoq deb yeb oladi. Meni mushu narsaniki o'zi mu'min musulmonlar deyotgan narsa bormi yo'qmi? Men hozir ko'ryapmiz, anglayapmiz. Men bir odamga pulni qo'ymaydigan, hatto omonat shaklida beramaydigan holat bo'lib qoldi. Hattoki mening pulim bor deb uni deyamaydigan, bor bo'lsin yo'q degan holat bo'lib ketdi. Mushu musulmonlarning axloqi men mushu darajaga bordi. Men bu odam deydiki, men jannat kiraman mushu amal, mushu zakat bilan, namoz bilan va yaxshiliklar deb to'kildab yuriydi. Lekin buniki bu tarafga qotgan amalga qarsak, men bu mu'min bo'lgan birasi uni ishlamasan, diğer yani xiyonat qilib degan vaqtni uni bermasan, uni boshqa yerga uyurvatsan yoki televatsan, bu qanday qilib bu odam mu'min degan bo'ladi? Va qachoniki yolg'on so'zlasa, u odam yolg'on gap qildi, ya'ni o'tgan mozidagi ish, o'tgan zamondagi ish. Va qachoniki ahd qilsa, xiyonat qildi bu odam deydi. Endi yuqorida va iza va'ada bo'ldi. Ma'noda iza ahada bo'ladi. Bu yerda va'da degan gapning o'zi, va'da qildi degan og'zida bu odam qarshi tarafga bevosita o'zi yolg'iz turib, ya'ni o'zi ma tarafda turib, men ma ishni qilib beraman, ha ma'qul kelaman, atila qilla, bo'pti degan cho'p bo'lgan bo'ldim. Bu yerda ahada degan gap ikki taraf adam ha bo'ladi deydi, ma adam nima bo'ladi, o'chanida voy bo'ladi deb ikkisi ahdi tuzab, ikkilisi og'zidan chiqib yoki hozir deylamda buni nima og'zi gap unmagan ekan, ahdi tuzab o'zi imzo qilib ishtaq qilibdi. Qon bo'lsa, o'chan o'zida bu odam nima qildi, unga xiyonat qildi. Qadar. Uni xiyonat qilib, uni nima qilmaydi, har ikkisi xiyonat qildi. U unmaydi degan gap amal qilmaydi, bu muchu qilmaydi. Mana bu qadaqniki o'zi munofiqlarniki ishi shu. Munofiq ishi shu. Meni qachoniki meni urushib qolsa u odam, meni nima qildi, uni pajara yerivadi. Ya'ni bir odam urushib qoldi insonchilikning o'zida. Ya'ni bo'lib bu munofiqlar bir-birisi urushib qolgan o'zida bu chekidan oshirib, o'ziniki rost ko'rsatish uchun bütün kuchini chiqardi. Bütün kuchini chiqarib, zodi uniki har xil naydi, voqea qilib, delilni qilib, bunu shundoq qilib ketdi, o'zining xato ekanini bilib turdi. Meni mushu umumisi bir odamni tepilsa, Peygamber yoki mundaq demedi. Men musulmon deyotgan odam bo'lsin, er ayol cho'ng kichik bo'lsin, buni 100da, mana 100 tepilgan bo'lsa, 100 munofiq. Ya'ni demak, uniki vujudiniki qalbida iymon yo'q degan gap. İman yo'q degan gap. Agar bir sup qolgan bo'lsa, ma'qul,
o nifahning birisi bo'lib qoldi. Uchaning o'zida nifahning eng to'van darajasi bo'lgan bo'ldi. Uchaning o'zida bu mu'min deb hisoblanadi. Qachoniki uni tark etsa, andaki mu'min musulmonlik darajasiga kirdi deydi. Bu biz shu undaqcha kirmaydi. Endi men mushu narsa qarsak, bu kufrniki alomati va munofiqlarning qildigan ishi bu. Endi hozir qaravatimiz hozir ham bilyapti musulmonning ahvoli mushtaq darajaga tushdi. Buni nereden kelib qoladi bu musulmonlar mushtaq holatda desa, bu kofirlar bilan mushtaq olishib yurib, uningki kitoblarini, uningki har xil filmlarini mushtaq o'qib, mushundaq qandiki bu kofirlarning qildigan ishi davomli yolg'on gap qilish, aldash, xiyonat qilishdan iborat bo'lgani, go'llashdan iborat bo'lgan ekan, bu narsa qilish orqali bu anadagi ahkun adam bo'zak qilib, har xil qamoq bilan, har xil amallar bilan, shu bilan u g'alaba qilib keladi. Buni anadagi bu musulmon bo'lgan kishi nima deydi uni? Maşallah bu degan ajoyib yomon odamkan. Andaqkan, mandaqkan, mandaq qilib, andaq utdi, mandaq qilib uni g'alaba qildi deb. Mana ashudaq aldash va xiyonat qilishdan iborat bo'lgan. Yolg'on gap qilish va uni go'llashdan iborat bo'lgan. Men mush ishniki o'zini uni yaxshi ko'rib ketib, mana yaxshi ko'rishdan boshqa texa shuniki kitobini mana naql qilib, hattoki yeyib, uni alohida tilga elib, men falon vaqt o'zida falon mandaq qilgan. Men buniki mana urushda g'alabasi andaq qilgan degan mush holatni bilan tashviq qilish orqali mana payg'ambar alayhisolatu vasallamniki mushundaq hadisini tark etib, shuni axloqni bu yerdan amma ayat ağalık sebepli çok buvatkan iş. Yine bir sandaki iman aciz. İman aciz degan gapning o'zi nifaqniki nimiz şu. Uni imanning nima ekanini bilmaslik. Hem dunyoning hayot dunyoni ham bilmaslik. Anda o'g'andikin bu e'tiborda andaki bunda bir kasallik o'zi, munofiq va kofirlik kasallik o'zi musulmonlarga yuqib qolganligi sababchi mushandi. Sabablarning birisi mushandi. Bo'lmasa undan boshqa bir qancha nima sabab bor. Masalan, kafirlik qilg'ini ki voy an o'qib ketdi tarixdan bo'ya o'tgan ash kafirlikning tarjimalini o'qib degan andaq o'tibgan, mandaq o'tibgan, muzmandaq qilish. Bu kafirlikni qilgan oldisa ashdaq qonxo'r o'ltirib ash rahim qilmay ashdaq qilgan ishni biz andaki buni ko'rish orqali dishar ta'sir qilib andaki buni bizga qilib qolgan gap. Qur'on bir yerda, hadis bir yerda 100 metr taraf qarab turgan. Shunga axloq bu yerda çok buzilgan. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetsa 3 manında 4 depti. Nimiş kunda deydi o dese. Peygamber aleyhissalatu vesselam a gapni degan vaqt o'zida meni o Peygamber tadqiq qilib, tekshirib, mushtaq tafakkur qilib qildi. Qandiki shu vaqt o'zida munofiqning alomati bilan o'ziniki atrofida bor. Ya'ni ba'zi olimlar ma ayetning o'zida Peygamber zamonidagi munofiqlar deb mutaqcho qaraganimdi. Endi Peygamber ashtaq qandikin shu vaqt o'zida munofiqlarni ko'rib, noqsa ashundaq yolg'on gap qilayotgan, xiyonat qilayotgan, shu o xiyonat qilayotgan, undaki vaziyat tumg'ani qarab, munofiqniki alomati shu 3 o'xshaydi deb mush gapni uchgan deb buni bizga shu deb bergan. Endi ma 4 deyishning o'zi uni dekin aniq yeni bir alomat qo'shilib qolgan buni tekshirish qilish orqali. Shunga bu yerda maidesi 4 anında 3 deyishning sababi şu. Onda onun bununda 3-4 deyishning o'tirish qana bir ziddiyat şu yo'q. Deb bunday ne qilamiz, unuga tushunamiz. Endi bu yerda endi Peygamber iza tumina khana dedik. Ve iza haddas kezebe ve iza aada gadara ve iza khasama fajara. Endi bize va'da axlafa degan bu. Va'daniki o'ziniki ishlatishi ikki xil ishlatildi. Birisi masalan va'atu xayran. Men bu odam yaxshilik va'da qildim, voy deydi. Bu yaxshilik degan bu ma'nidimi? Endi yana birisi va'atu sharran deb keladi. O'chaniki o'zida, ya'ni va'da qildim men u odamga yomonlikni, yomonlik va'da qildim degancha gap bo'ladi. Endi bunu hem de şu pilniki nimiz qaragan vaqtida va'd deb kelsa, o'chan va'da ya'ni va'dan idatdan deb kelsa, yaxshi ish qil. Va'da qildi degan gap bo'ladi. Ammo buni ham de yomon ishni o'chan o'zida yomon ishga va'da qilganligini o'zini qilsa, attu deb afala vazni keltirgan bundaq bir nimani deb pilnicho deydi. Endi attu
deb kelib buniki şuna vaid. Yani Allah Taala'nın vaidi deb mundaqçı deymiz endi. Vaidi degan gapning o'zi avvatda chiqqan, yani sulas maziddan, yani umum mazmunda chiqqan bir ism bo'lib, sifat bo'lib, yani Allah Taala'nın vaidi degan gap yomon ish qilgan va'disi. Agar ma ish qilib qolsam men do'zaxga kirib men o'tda azoblayman degancha ma'noda bo'ldi. Bu meni kitoblarda jiqchu keladi. Bunda bir farqlanib qolish kerak, uni bilish kerak. Endi bu yerda yana bir sonadakin Tabi'un şubetu anil ameş. Men geçti şu yılki nimige Sübyan'a şube ameştin. Ya ki şu Sübyan'a men ameştin nime kıldı? Geçti. Yani uçağınızda ameştin geçip Ameştin tövgüne Abdullah Murre, Mesruk, Abdullah Emir'den müştah nime kıldı. Bunun şobe Ameştin müştah nime kıldı, ravayet kıldı. Kimge geçti? Sübyan'a. Sübyan'a Ameştin geçti ki, uçağınızda Sübyan'dan kin andikin nime geldi, Ameş geldi, onun ornuğa, onun dikin Ukbe, kapisat Ukbe kılıp, benim bunu dikin andikin ma Abdullah Murre diyen ki senetki insanlarla okşaşıp oldu, mutabayat diyen için bu şemdi. Babun kıyamu leyletul kadri minel imani. Leyletul kadr keçisi de kaim buluş imanınki katarıdındır. De mine İmam Bukhari muşunu çoğu deydi. Hem de İmam Bukhari rahmetullahi aleyh mine babu küfran aşireti diyen bab gerçek İmanınki tedrici halette onunki sıfatları, onunki elzar mamam oldu. Onun deyken ben imanınki ziddi olan müştah bir nesli çok var. Siz bu nesli üzü unutucu dikkat kılın. Dep ana küfür, onundaki zulüm, onundaki nipahını bu yerde ne bakıldı? Bu yerde keltiydi. Yani bunu tügep boğandaki yine kayıtlıdaki üzündeki aş, buradaki adet asasen yani imanlıki adamın vücudundaki imanlıki bar ikenligi ve imanlıki takazası ve eczadır. Neyim o? Benim muşlun üstüde yine kayıt edin, yine hesaplap onu bizge dep verişke demek oldu uçağın üzerine mene başladı. Şu an hazır mayada Leyletul Kadir'den ibaret olan şu keçide turuşundaki üzü imandın dur diyen nime o. Bu imanın dur diyen bu mu imana alakadar olan nimi ki yani Ramazan'ın keçisi de Leyletul Kadir'in keçisi de Leyletul Kadir'in tapımen de bu adamın keçi hiç okulmayın namaz okup ibadet kılıp aç takkan üzü demek bu adamdaki imanın muhtazası yani aşk kalaklık üzü nimi o iman üzü nimi o iman anda o andikin üzü iman bu andikin demek iman hem emel olan buludu hem itikatçı olan buludu hem bu emelindeki üzeri açta emel olan bu ziyade oldu hem naks oldu. Eğer bu adam açta kan bolsa, kandaki nacık ubdanlı kan bolsa onun iman tehim ziyadetini bildirip katta imanlık mümin adamken deyimiz. Eğer onu kan bolsa yani demek o adamdaki imanı kamken diğerleri için bildirdi. Hem İmam Bukhari'ninki emelindeki üzü imanın işi kirdi hem ziyade hem naks oldu diğerlerini bunun kıldığın gap yeni bildiren gap. Bunun yenisi var bir yerden mutallakatları çoğu ba imanlıki. Hem de kıyam. Esi kâme yakumu kıyame diyen gep bir nesi örtüdü diyen gep buludu. Hem de bir yerde Leyletul Kadir diyen mi? Leyletul Kadir diyen kadirlik keçe. Kadirlik yani kadir diyen uluk keçe. Uluk keçe, hürmetlik, uluk, nait katta keçe diyen gep. Uluk ve kat keçi oğandaki uluk ve kattalığının üzerinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyen hayrun min elfi şehr. Yani min aydımı yaxşı diyendeyken min aydı turup bir adam min ay örtürüp ibadet keçimi gündüz açta keçici ibadet kısa ben şu keçinik üzerinde Leyletul Kadir doğru ki kalgan olsa bununki neçese onu Allah'ınki berdiğen savabı neçesi ne boludu yukarı oludu diyen çok yap boludu. Bu Kadir keçisi diyen gap çok şu anda. Endi bu yerda kıyam. Kadir keçsin üzü örtürüş degan gap. Endi bu yerda örtüşdeki köpünç ma'nosini o'zi namoz o'qish degan gap. Tahajjud bunun qartildi, ammo buni jiq ma'ni irada qilsak, u chog'ning o'zida
kechisiniki üzerinde namaz okumay, unudun başkan Kur'an okup, zikir tesbih etip, ders okuşup, Kur'an ve ayetisinki meğersi anlap, ya ki onu dep, benim şu ibadetle össe namazın başka, bu ne boğamalıdır? Kıyamın dairesi kirgen buludu. Ama bir kıyamdaki üzerinde biz, bu yerde fakat kıyam diyen ne mi? Örtüş. Uçağınızda namazın içindeki kıyam ne? Vücut ekilişini irade kısak, uçağınızda namazdaki en 6 tane rukunu var, içindeki şununki birisi nime kıyam. Onda ovadaki kıyam ne bu yerde? Namaz yap irade kısak, uçağın cüz'ini zikr kıp, kulunu irade kavakti üzere. Fakat bu yerdeki murat namaz olgan buludu. Namaz boğa vakti üzere kalan ibadeti kısak, uçağın üzere ma ahkam, yani ma faziletlik, yani savaplık işgal nail çok olamaydı. Diyen nime o gap buludu. Yani bu yerde biz nemin alimiz uçağın üzere am. Yani o adam kıyamdaki mens nime kut ya ki nime kalış no. Yani olturuveriş ve uxlaşdaki ziddi oğan. Yani o adam oltumay, o adam uxulmay kopti diye məni irad kısak uçağın üzere bununki mensi am çok boğan buludu. Dedi İmam Bukhari hadis bayan kıtası Ebu Yaman. Dedi bu Ebu Yaman haber verdi bizlerge Şuayb. Dedi Şuayb hadis bayan kıtası bizlerge Ebu Zinat olsa A'raj olsa Ebu Hureyre'din. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ademi ki tutsa o adam kadir ketisi turuptu. Biz hem de ben hazır mani şu işkil mani alsak bulundum. Birisi turuptu diyen gep yani namazınki kıyamı ve şekilde namazın kıyamı turuptu. Digendeki uçan cüz'ini zikr kıp kun irakıp namaz okuptu. Digen nime o manide. Yani kadir ketisi bu adam turuptu diyen geplik üzerinden yani oltumaptu, uxlumaptu. Uxulmay, oltumaymış, örtürüp, yani ibadet kılıp, müştah çok kıptın diyen gep. Hem de kan bolsa, uçağın üzerinde bu an boğan buludu, o məni için irad kılmış. Yani Kadir Ketsin'deki üzerinde bir adamdaki üzü bu yerde kaim, yani boğan bolsa, kaim bu şey neymiş ki kaim boptun, imanın ve ihtisaben. Yani iman etkallık cehdedin, yani işengellik cehdedin. Yani işilipteki Kadir Ketsi hak. Bunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu için deppedi. Digendeki zaten müştah savap oldu, mındak oldu dedi. Andaki bu adam resmi bunu işinip, yani itikadı da resmi işinip turup hem iştanim kuptu, yani örtürüptü ve ihtisap, hispet deydi. Yani onunki savabını fakat Allah'da kütüptü. Bunu da ma adamı o kesip namaz okuyduğu adamken dep inavet ya aburi haqli köz şişecekti diyendek çok kımmaptı. Fakat bununki savabın Allah berdi. Allah ben vermedi geldiğiken dep men müştaq çok kıptı. Men müştaq kan bolsa men mağfiret kılındı şu adam için anda bir günahlık ilgili oldu o günah o adamdan. O adamın günahından ilgili olan günahını hemen Allah Teala'nın mukaddes bu yerden küçürvadı dep men müştaqçı dedi Peygamber. Anda o adamken bu yerda Leylatul Kadir'lik tuğanlığındaki üzü nemiken işinip dedi. İşinip yani imanı başın oğan. Anda o andaki bu yerda Peygamber başta degendeki demek Leylatul Kadir'lik keçisindeki üzüdümün men aşk kopuşunun üzü bir emel imanlıki üzüyken. Bu imanı bildirirken yani bu bir emel imanın katardı hesapladı Peygamber. Anda o andaki bu imanın katardı boludu. Yani imanın içinde çok boludu deydemdi. Şimdi bu yılki mayada de tövende keludu. Şimdi bu yerde men yakum de bu yerde muzari keltiripti. Tövenki hedistan men kâme ayet men kâme Ramazan'a de bu yerde mazi keltirdi. Nim için bunu da muzari keltirdi bu şartniki üzerine anıl mazi keltirdi dese. Çünkü Leylatul Kadir'niki üzerine bir adamniki tepişinime o sel o teserek. Ama Ramazan eydi kopuşun üzerine muhakkak. Mazi diyen nerse mazi işletken olsun muhakkak yani bu boğan resmi boludun. Mesela ata emrullahi diyen Allah'ın emri keldi diyen gep. Yani boldu. Bununki resmi bolluğanlığı itibarı Allah Teala yani yatillahu demek atallahu ata emrullahi
Yati emrullahi demek, bunda işliş sebep şu degende. Unda o an ki bu Leylatul Kadir'ninki bu buluşu, uçanın üzerinde bu adamın hem tepişi, uçanın üzerinde sel neymi onun, sel teserek. Yani bu itibardan şunu karıp Peygamber'e bu yerde yakum diye muzari'ni neymi kılan işletken. Ama Ramazan ayındaki üzerinde turuşniki üzü her bir Müslüman adamın üzü uçanın üzü neymi kıldı o turdu. Yani 30 gün turdan gap. Hiç bomba degende başta ya ahir bir qancha kun turamizmi yoki jiq vaqt turamizmi, ahir hiç bomba degende xatni do'rapmichi turdan gap. Men bu e'tiborda bu yerda mozi, oyada muzari keltirganligi sababi uchun men shu deydi endi. Endi ihtisob bu yerda hisbat deydigan bir nima bor. Hisbat degan xolis xizmat qilish, ish qilib berish deydi. Asli bunu İslam dinimiz 1000 yılınki aldıda nima qo'ygan, o'ttirib qo'ygan. Ya'ni bir adam bir ishni qiladi. Bunu da o adamda hech qanday ya obro' ya pul yoki maaş talab qilmaydi. Talab qilmay, buni faqat men bir mu'min musulmon bo'lish e'tiborim bilan men bu qarindishimga foyda yetkazman. Buning savobi faqat bu dunyoda emas, u dunyoda qilman deb qildigan ishniki nima u? Isbat. Ya'ni xolis emgak qilish, xolis ish qilish. Bu bo'ladi. Yigirma 6. bab. Babun el cihadu minel imani. Yoki olmaydi babu el cihadu minel imani deb o'qisam bo'ldi. Buni yine qayta takrorlashning hojati yo'q. Endi bu yerda babul cihadi minel imani desek deganda to'g'ri olmaydi. Yani cihad imandan dur degan gap cümle bu. El cihadu mubtada minel iman haber oldu. Çünkü bu İmam Bukhari bu kitaptaki üzerinde mevzuda imanniki ameli olgan narsaning üstüne nima sanab ketib bordi. Sanab ketib borganligi demak, jihadmi imanning qatoridan deb mubtada xabarni qo'yib, el jihadu mubtada minel imani xabar olgan bo'ladi. Mana bu e'tibordan babu el cihadu minel imani desakchi bo'ladi muzof qilib. Yo'q bo'lmaydi babun desakmi bo'ladi, ama babul cihadi deb unda zir o'qisak degandek to'g'ri emas. Endi bu yerda 26. bab cihad imandan dur degan babdir bu deydi. Yani demek men cihad qilishniki üzümü bu nima ekan? İmanniki bir amal ekan. Yani o bir iman ekan. Yani iman o adam cihad qiladi deydi. İman yo'q adam uchun cihad qilmaydi. Yani demek her bir amalniki üzerinde İmam Bukhari bu yer nima deydi? Bir iman deydi. Anda o andaki cihad qilishniki üzümü bir nima ekan o iman ekan. Yani bu yerda cihad qilishniki üzümüne neticede edildi. Cihad degan bu ikki xil ma'noda. Bunun lug'at ma'nosi va istiloh ma'nosi va bu. Endi lug'at ma'nosi degan cihad degan jahada yujoy mujahada jihadan. Bu chiqadi. Jahada yajud juh degan ang tirishdi degan gap. Yani tirishdi, bütün kuchini chiqarib bu adam ash narsaki vujudga kelishi uchun bu adam nima qildi? Bu adam o'zining borlig'ini chiqardi, borlig'ini ishga soldi. Yani kuchida harakat qildi, kurash qildi degan shu ma'noda. Endi bu bir ma'noda, ama buniki xos ma'nosi qolgan. Mana xos ma'niniki o'zi, ya'ni mataraf musulmon, mataraf nima? Kafir. Şu meydanın üzerinden aç kafirler Müslüman urushniki üzerine biz onu deymiz onu. Men Müslüman deydi on ilah kelimetullah, men Allah'ın dinini alay kılman, Kur'an yerisi alay kılman deb müştah nima qilingan maqsadi shu. Men mushu bo'lgan qadaqniki üzerine deymiz onu. Bu xos ma'ni bu jihad. Endi bu yerdagi jihad men u olsun, meli yeni bir kurash ma'nosi olsun, yeni bir andaki jihadninki ma'nosi, yeni bir andaki kurash. Yani Allah'ın yolunda cihad kılışken bu an manide en yukarısı Peygamber'in yukarı degandek zirvetul İslam cihad. Onunki töbüdü mü bir qancha nemeler var, meni ameller var. O kavim meni şundak öğütüş, öğünüş, yeziş, fikir kılış, tebliğ kılış ve dinniki taraqqiyat için o adam ihtisatı beriş, meni yardımcı kılış, meni ömrünü çıkarış deganidek hemmisi meni dinniki taraqqiyatı Allah'ın kelimesi ali buluş için bo'lgan nima o kurash. Meni bu nima? Bu bir nima o cihad. Cihadniki nimasi o töven terbi oludu. Yani bazı vaqt o'zida bu Kur'anlık cihaddan ibaret olan bu cihadımın yukarı mesela fikri cihad mesela İslam dinimizi
fikir tarafda asa buzib ketdi deb, mana bu kofirlarga qarata mana tabliq qilish, yezish, so'zlash, mana mushu orqali qilgan jihodniki o'zi va undan boshqa iqtisodiy tarafdan bo'lgan nima jihod. Mana iqtisodiy bo'lgan jihodning o'zi ba'zi vaqtda o'zida men o jihoddan keyin yuqorichi bo'lib qolishi mumkin. Bu kurashning demisi. Ya'ni demak, mushniki hammasi nimani qatordan? İmanni qatordan. Ya'ni iymon va odam musha ish qiladi. Qanday qiladi? Bu odamning o'zi bekor turmay, men namoz o'qidim, men Qur'on o'qidim, masjid chiqib qo'ydim deb u gap, u to'ni qilmasiz bo'lmaydi. U sizniki shundaq mu'min ekanligingiz alomati. Uni qilmasiz bo'lmaydi. Ammo bu bir alomat bo'lib, bu ishni qilmagan odamning o'zi iymoni kam odam bo'ladi. Ha mening nima ishimda, men yevolay, ichib olay. Ha bu ishda qilib qilsam bo'ladi, unda ishimda karim yo'q. Men yordam qilmayman yoki umr chiqamayman, u musulmon nima ishi deb o'zim ishini bilaman desa, u çanıki üzüde bu adamning vücuda İmam Buxariyninki ko'z qarashicha iymoni kamtik degan gap. Ya'ni iymoni kamtik. Ya'ni İmam Buxariy mush kitobul iymonda tugagan qator kitobul ilmi kelgish olgan sanagan hamma narsaga o'zi umum majmusi o'zi degandek qilib qolgan narsamijik. Shuniki umum har birisi biridan iymon bo'ldi. Kamil mukammal iymon bo'ldi. Agar bu narsaniki bir ikkisi ya bir qaysi bo'lmagan bo'lsa kamtik iymon bo'lgan bo'ldi, naqs iman bo'ladi, iman bo'lgan bo'ladi. Mana buningdan naqs iman bo'lgan bo'lsa, o'changiz nima bo'ladi bu odam? Naqs, kamtuk, ojiz bo'lgan bo'ladi. O'changizda bu odamniki iymoni u odamga foyda qilolmaydi. Nijotlik iymon bo'lolmaydi. Ya'ni bu odam rasmiy maniki sababla dunyo va oxiratda baxtsaodat turmush va nijotga erishdi deyamaymiz. Shunga bizdagi iymonimiz bu kamtik bo'lgan ekan, bu iymon hozir men ba'da deb turib, men shundoq u Allah Teala Kur'an-ı Kerim neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin dahil de vaad kıp tutsun. Vaadın ki özü bizge emel aşmasının sebebi şu. Dedi İmam Bukhari, Yedis Bayan sözlerge Hermi ibn Habs. Dedi o Hermi, Yedis Bayan sözlerge Abdülvahid. Dedi Abdülvahid, Yedis Bayan sözlerge Umar'e. Dedi Umar'e, Yedis Bayan sözlerge Ebu Zur'at ibn Emr ibn Cerir. Dedi bu Ebu Zur'a, aynı zaman Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala'nın bu kişi olsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldı. Dedi Peygamber sallam, İntedeballahu, çakırdı Allah Teala, anda bir kişiniki, anda bir kişilik çıktı o adam, Allah'ın yolu çıktı. Allah'ın yolu diyen an. Mena en yukarısı Koral götürüş arkalık, mena cihat kılımda meydan uçu çıktı. Onun tövbenin bu işini çok kıldı mesela. Mena Allah'ın yolu bu adam ne yapıptı? Çıkıptı. Çıkan bolsa, çıkamaydıken şu adam ne? Şu Allah'ın yoluna fakat bana olan işenç, bana olan iman ve meniki peygamberlerime olan tasdik. Men peygambersen olan tasdik peygambersen özü men müştakkan tema bununki tasdikini, bunu olan işencen ameliyatımı tasdiklay, tam orudup, mühür oldurup, kahda körüp, men mundaq kısın. Diyen mundaq məqsədli çıkıptı Allah'ın yolunda men bu adamın özü. Men şunu kişiydi ki deydi. Şunu tallap mene muş adamdan şunu kişiydi ki nimiga kaytırmaz şu adamni andaq bilmesi yetti o adam ecirden ya ganimetten. Ya ki o adamın özü cennetke çıkırmen. Benim muş üç nesniki üzge Allah Teala Allah yolunda cihat kılan, Allah yolunda küreş kılan, Allah'ını depla məqsidi şu. Peygamber'e müştak diken dep çıkan adamın üzge, ben üç nesniki üzge menem kılım, bu adamını çakırım. Yani onun için ben vədə kıldım. Ben üç nesniki üzünçü bu adamı berimem. Ya emmeni ya birini berimem. Dep şundak şu dedim. Mene o adam eğer ülüp ketken bolsa ecir oludu. Onun savabı şehitlik derisi oludu. Eğer hayat kalan bolsa o adam uyanıp pətiyi kırıp onu da ilğan olcan olgan boludu. Ya ki olmaydı mene ganimet mene ecir degen yani cihat çıktı degen ecir gazi olduğan gep. Ya ki o ganimet olacağı bu oludu. Ya ki o adamını ülüp kesse cennet kürgüzümen. Bunun için üç nesli çok kişiydim. Allah yolunda halis cihat kan kişilerinin üzerine. Eğer şu bombagan şunu korkunç bomba şu bombagan bolsa idi ki muşakkat eğirlik sep koymayman benim ummutimge. Meniki ummutimge eğirlik sep koyuştan ibaret olan muşkil işini keltirişten ibaret olan iş bombagan bolsa idi. Kep kalmaydı men her kanda koşunninki ağısıma kep kalmaydı. Değil. Her kanda koşun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında
Peygamber hayat vaktindeki üzerinde 70 neçe yıl çok küçük uruşup diken. Şunun içinde Peygamber 30 neçedek uruşkumu onu çıkmış, şundak uruşku yüzü bivası çıkıp diken. Kalan uruşka yüzü evetip komandalığını açtık diken. Hem de bu yer deydi Peygamber benim ümmetimge devamlı 70 neçe çıksam uçağınızda her ümmet uçağınızda Peygamber çıkıp dep sünnetlik aylanıyordu. Sünnetlik aylangandan hem adam çıkış gerek. Çıkmasa uçak hatalaşkan bulur, günah bulurdu. Benim muş iş bulmagan bolsa, benim şunda işten korkuş bulmagan bolsa, men her kanda qo'shinning cho'ng kichikniki hammasiga cho'ng'u sariya degan kichik hamdi 10 necha, 20 necha, 40 necha kelgan qo'shinning o'zini men nima deydi uni sariya deydi. U kichik tatib qo'shinniki o'zida kichik qo'shin qolmaydi. Hammaga cho men chiqdi. Deydi. Nimishqan? Va har oyda qasam Allohga ki men yaxshi ko'raman, shuniki jazman, ko'rdim shuniki jazman o'ltirilganman Allohning yo'lida. Allohning yo'lida. Ma Allohning yo'lini topmoq tez. Allohning yo'lida. Ya'ni kofirlar musulmonlarning o'ttirib bo'lgan Allohning yo'lini urush olgan bo'ladi. Ammo musulmon bilan musulmonning o'ttirib urush bu Allohning yo'lida bo'lmaydi. Mana o'qib qo'yish kerak. Mana Allohning yo'lida jazman o'ltirilsan, uniki tirildirsan. Tirildiğinden yine öldürülüp, ma dünyaya gelip, yine andaki ne maksam, yine tirildirsen. İşte. Andaki yine öldürülüp, yani şu dünya üç katım bu şehit oluş nesinin üzerine kafirler uğraşıp müştak kısam kenar. Dep, vallahi billahi ben müşrikçi yaxşı gördüm. Bak yaxşı gördüm bunu. Dep, ben Peygamber müştakçı dedim. Yani demek cihat diyen müştak uluk bir ibadet. Hatta Peygamber yüzü peygamber olan iken zaten o bütün insaniyetindeki en katısı, en katta mene hürmetlik derecikçi buludan zat. Aşında turğun Peygamber Aleyhisselam'ın yüzü makamı hem peygamber turğun Allah Teala'nınki şehitlerge belgen derisi bilgendikin aştah nefret etken gep, arzu kıp etken gep. Bu ya da arzu kılıştaki yüzü neymi? Mümin, Müslüman ayallahu boğan talim. Siz Allah'ın yolunda küreş kılıçta, cihat kılıçta siz korkma. Siz birinci dininizni, vataninizni ve milletinizni nima qilin onu qo'rqdan. Sizning eğer hayat qilib qolsangiz, uçaqda ajrib g'ozi bo'lasiz. Ma dunyoda mukofoti bor. Eğer ol jeb qolsangiz, anakin olji sizga boy bo'lasiz. Ham boy bo'lasiz, pul topadigan ya o. Eğer o'lib ketsangiz, sizning hayotingiz bu emas. Ölgenden keyin yeni bir hayat varmış dünyada nechasi katta. U yerga nima qilsa erishsiz. Anda o'g'andaki siz bu muhim bo'lgan bu cihat ishniki o'zini hargizchi qilib qo'ymang, ham qilib qo'ymanglar deb Peygamber buning uchun bizga ta'lim beryapti. Unda o'g'andaki biz mushnuga asosan tushunch bo'lmagandiki qanday qildik hozir. Men mushu narsa ketibdi urushdan iborat bo'lgan mana kafirlar bilan urushdan iborat bo'lgan narsaga o'zini qilib qo'yibdik. Shuning bilan biz mushu kunigacha qoldik. Hatta Peygamber meni o'zi orzu qilib ketgan. Ma gapni degani rost. İmam Buxoriy dedi bu sahih hadis bu. Babu tatavvur kıyami Ramazana minel iman. Yigirma yettinchi bab. Ramazonda qoyim bo'lishniki mutatavvi bo'lishi, ya'ni Ramazonda qoyim bo'lishniki tatavvi iymondandir. Ya'ni Ramazon oyida qoyim bo'lish u nima? Nafla, tatavvu. Nafli bo'lgandiki bu nafla nimani qatoridir? Nafli ibodatning o'zimi bu iymonniki nimasidir? O qatoridir deb men uchun mushtaqaydi. Endi İmam Buxoriy ajoyib bir bab qo'ydi bu yerda. İmam Buxoriy boshda babu qiyami laylatul qadr minal iman debetib. Laylatul qadrniki o'zi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning yedisi degandek Ramazonning ichidagi kechalarda bo'ladi. Tağ keçelerde bulup bu Ramazan'ınki 20'sinden keyinki keçe. Yani bazı rivayette 27'si. Benim şu babının üstünü toxtab, ağadan bu Ramazan'ın içinde boğandaki asıl a tertip boyunca a parça ma bütün. Ramazan'ın içinde boğandaki parça değil, bütün kelleğen gep. Bununki ağırlığı bu cihatını keltirdi. Ne için bundan keltirdi onu? Ne için bundan keltirdi? Acayip bir işte. Yani bu yerde deydi ölümalarımız, bu yerde bu kıyam, Laylatul Kadir'den kıyam Ramazan'ınki otursa bu cihatın keyfini keltirip koşuyor. Cihatın yüzü küreş. Küreş degen ne degan gap?
o adam şunu emilleştirişin, onun karşı olan barlık küreşi, şu barlık karşı toğa işine karşı hücum koy, hareket onuğa nem kılış gerek, onuğa karşı hücum koyuş gerek. Şunu yenge vaktimizde onu için yedidir. Anda o andiken bu Leylatul Kadir'den ibaret olan bu neslik üzü, bu adet işçi olmaydı. Hemen Leylatul Kadir diyen bunda işilen, anda bunda bu koş adli körüş işilen bu neslik vücudu kelmeydi, kolu kelmeydi. Kandaki cihat, men aşıdak boğandek, siz Leylatul Kadir'in tapımendisiniz, resmi bununki teyyarlığını nait puhtu kılışınız gerek. Naita cihat kandak şunda capa tatip, resmi hareket kılıp, andaki bu işi tapımendip ciddi karab kılışınız gerek. Benim şu cihatın maksatı şu tane şu işini kılıp, yani capa müşakat, kılnesi o andaki maksat yedidu. Ma Leylatul Kadir'de mi kopuşundaki üzüçü benim şu. Benim muşlu bildirüş için Leylatul Kadir degan adet işlesi çok emas. Şu edistan mana yılniki hem yerde var. Şabanning manisi deydigan edislamı var. Ölmar müştaq deydi. Mana Ramazanniki ta keçileri deydi. Ondan oğanikin oyyatısı deydi. Ondankin izdanlı deydi. Her xil rivayet var. Bunu tepişçi qandaq qilish kerak o adam. Men davamlıq mana mushundaq cihat qandaq aşındaq kurash qilish kerak. Hareket qilish kerak. Anadaki şu bunun qolu tapalaydı degan men mushu maqsadni uqtirish uchun şu İmam Buxoriy rahmetullah alayh bu Leylatul Kadir bilan Ramazanniki o'ttirsida al jihadu minal imanni keltirib qo'shdik sababchi men mushu deydi. Eminiyati şu. Şu Leylatul Kadir pek muhim. O Leylatul Kadir'in daha bir keçidik vakit. Onda o andaki kayıs keçin kullanmaydı değil mi de o mübhem boğan bir nesne. Şunun için onu tepiş için nait deme yapalık müştak kılışık gerek. Devamlık beni Ramazan kirge vakti okulması gerek. Müştak tapımen dep aç kiriştin burun. Hatta Ramazan kirgendin aldılar Şaban'ın 15'e depin bayanı. Benim müşundak kiriştin tatip müştak çok kılış gerek. Bu küreşten ibaret. Yani hareketin çok ibaret. Şunun için bu yad bunu çok keltügünü. Hem de Ramazan ayında kaim buluş o tetavun. Bu nimine katar dedi İmam Buxoriy imanın katardındır. Yani imanın katarı imanınki emelidir. Yani imandır. Yani bir adam Ramazan'ın üzerinde böyle keçiyi kopma, uxulmay, açta kopup, namaz okup, ya olmaydı o keçiyi kopup bu adam uxulmay, örtürüp, zikir etip, tesbih etip, Kur'an okup, benim muşunda kalmasa oturup kısım bolu demdi bu yerde illaki yüzde okunaymaz. Yani kıyamı mesela açtak yukarı degende şıkıl alsak açtak çok bolu demdi. Benim muşunda kısa demek bu adamınki imanı varken, imanın sebebi muştak kıptı deyimiz bu imanınki üzücü şu oğun bolu deydem İmam Buxoriy. Dedi İmam Buxoriy hadis parantezindeki İsmail. Dedi İsmail hadis parantezinde Malik olsa İbn Şahab'dan, İbn Şahab'dan Umeyd ibn Abdurrahman'dan. Men bu kişi olmasa Ebu Hureyre'den rivayet kıldı. Şunda deyip ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bir ademi ki mene tusa o adam Ramazan'dan iman etip iman etkanlık cehdini, işengenlik cehdini ve savabını Allah'ın kütgenlik cehdini Ramazan eyde turuptu. Men mağfiret kılındı şu adam için. Onda bilinmesi ilgili oldu o nese ne dedi? Min zenbihi diyen madem bayan. Men şu adamın günahını dedi. Şu adamın günahını Allah Teala nimkadıda onu ötken günahı seğirindeki emmesini küçürvadıdı. Yani bu yerde ma taqaddem min zenbi diyen yukarıda dedi, ma edisimi dedi Peygamber. Anda bu yerde günahını mağfiret kılındı diyen günahı seğire. Bu yerde günah kebiri emez. Günah kebire ve nime o hukukun ibatçı emez. Ama bu günah seğirinin işlemi nime hukukullah. Yani buna ait olan nesi olan bolsa, günah küçük günah olan bolsa bunu Allah çok küçülür. Ama bu hukukul ibat optu. Hukukul ibat olan bolsa bu adamniki günahınki şu günah küçülülüş için cezmen bendilerin hakkını şu bir iş gerek. Eğer bu günah kebiri olan bolsa cinayet ötküzüp cinayet belki de bu cezası olan bolsa cezanı tartış gerek. Ya olmaydı o adam resmi tövbeçi kılış gerek. Tövbenin bir kaç şartları var. Onun ki bu mağfiret. Bununla mağfiret olmaydı. Bu yerde mağfiret kıldı diyenime günah seğire. Bu yerde şu bu. Yani yukarı diyendek manı peygamberim man kâme dedi. Yukarı yakım değişindeki sebep şu benim bu şu. Bir adam de bir adam tutsa o adam Ramazan'da iman etkallık cehdedin. İman etkallık cehdi yani ya mepul ne boludu? Mepul leh boludu. Ya olmaydı bu nesneki üzü ne boludu? Mepul leh boğan boludu. Ya temiz. Boğan boludu ya hal.
bo'lgan bo'ldi. Endi Ramazon oyida qopsa iymon etqanlik jahdidan deymiz. Lil imani yo'lida. İman etqan, ishonganlik jahdidan desak, bu can o'zida iymon illat bo'ladi, qo'pish ma'lum bo'lgan bo'ladi. Ikkisiniki zaman o'xshash bo'ladi. Unda o'n o'xshash bo'lganligi mushtaqcha bo'lish kerak. Endi buni temiz qilsak, bir odamniki tug'sa, o odamniki o'zi Ramazon oyida tug'gan bo'lsa, iymon etqanlik sababidan, ya'ni iymon etqanlik jahdidan. Ya'ni desak, u canımızda Ramazan ayınınki özü tug'sa deganligi özü tug'sa deyim bo'ladi, mubah bo'ladi. U canlı bu nisbatniki o'zini iman degan bu zibar o'qilgan iman uni uchun ko'taryapti. Mesela tabi Zaydun nafsan. Pak bo'ldi Zayd nafs jihatdan deymiz. Zayd pak bo'ldi degan gap, ha, nemiz pak bo'lganda ya kiyimimi, badanimi, nemiz desak, ruhi pak zubtu deganda nafsan nima qildi? U canımızda uqtirdi, temiz bo'lgan bo'ldi. Endi buni hal desakmi, hem bo'ldi halniki o'zi mushtaqbil keladi, nima? Mushtaq ism. U canımızda bu isim mastar olsun lekin fa'il ma'nosi deb. Bir odamiki Ramazonda tug'gan bo'lsa, o odam mu'min bo'lgan holatda. Ya'ni Ramazonda tug'ilishing o'zi mu'min bo'lgan, ya'ni iymon etgan holati turibdi degan gap. Iymon holatda turibdi degan gap. İhtisobanmi, men iymonga nima qildi? Bu yerda o'xshaydi. 28-hadis bab. Babun savmu Ramazanı ihtisaben minel imani deydi. Endi Ramazonda ro'za tutish meni savob kutganlik jahdidan meni nima qilish, ro'za tutishmi iymonning nimasidandir, qatoridandir deb meni Imom Buxoriy mushtaqchu dedi. Ya'ni Ramazonda ro'za tutishni Alloh mushtaq farz qilibdi deb mushtaq ishini ya ishlanganlik jahdidan, ya ishlanganlik haysiyatidan, ya ishlangan holatda bu odam Ramazonda ashunday ro'za tutib, birinchi kunni tugaguncha taqqan bo'lsa, demak bu odamning vujudida iymon bor ekan degan gap bo'lib, buni g'andikin Alloh taolo buni bildirgan bo'lsa, Alloh bu odamniki men ilgaki gunoh sig'irini hammasini qoldirib kechiryapti. Mundaq nima u katta ibodat deb payg'ambar mushtaq dedi. Degandikin demak bu Ramazonning o'zi qo'pishning o'zi iymon etqanlik, ya'ni savob kutganlik jahdidan degandikin, bu nima u savob kutish iymondan bo'ladi. Unda o'g'aniki bu bir amal bo'lib, iymonning bir foizi cho'p bo'ladi deydi. Deydi. Dedi İmam Buxoriy hadis bayon qilib bizga İbn Salam. Dedi İbn Salam xabar berdi bizga Muhammad ibn Fuzayl. Dedi Muhammad hadis bayon qilib bizga Yahya ibn Said. Men bu kishi olsa Abi Salmadan, Abi Salam olsa Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan. Dedi Abu Hurayra, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamiki mana ro'za tutsa Ramazon oyida. Ramazon oyida nima qilibdi? Ro'za tutibdi. Ro'za tutsa iymon etqanlik jahdidan, ya'ni ishlanganlik jahdidan, ya ishlangan holatda va savobni kutgan holatda Allohdan men mushtaqan bo'lsa, mag'firat qilindi shu odam uchun andoq bilmas ilgari bo'ldi u narsa. Nima? Nima minzani bayon. Men degan amadim bayon bo'ldi ya gunohsi. Gunoh seg'ini Alloh taolo nima qildi? Kechiradi, mag'firat qilindi degan. Mag'firatni kim qildi? Faqat Alloh qildi. Allah'dan başka hiç qanday bir adam bir bendenin günahını afu qilib yo'qchi qilolmaydi. Faqat Allohning haqqi bu. Mana Hristiyan dunyosidagi o bir adam günahını yo'q qilish, afu qilishning o'zi popning qo'lida emas, maxluq qo'lida emas. Faqat Allohning qo'lida. Unda o'g'andiki bu yerda g'ufira deb majul kelishi, uniki foili ma'lum bo'lgandikin, shu bu yerda nima qildi? Payg'ambar sallam majulchi keltirdi. Ya'ni mag'firat qildi Alloh taolo shu odamning ilgari gunohini desin bo'ldi. Lekin u mashhur kimniki mag'firat qilgan ma'lum bo'lganlikin bu yerda uniki failni tushirib, uniki o'rniga maf'ul bo'lgan narsani to'xtatib, men mushtaqcho qildi deb tushunamiz. Shu bu yerda nimeniki shu bu yerda g'upira deb u yerda majul keltirishniki sababi shu men shu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.